B harfi arab tilidagi portlab chiquvchi, ya'ni ikki labdan otilib chiquvchi harflar sirasiga kiradi va B harfini talaffuz qilayotganimizda lablarni keskin bir-biridan uzish lozim bo'ladi. Ya'ni ab, ib, ub. B harfini ushlab qolish arab tilida noto'g'ri hisoblanadi, ya'ni ab holatida talaffuz qilish mumkin bo'lmaydi. Va harfimizni sifatiga to'xtaladigan bo'lsak, sifatlari iste'foli, ya'ni yengil ingichka holatida o'qiladigan harf hisoblanadi. B, bi, bu. Va ikkinchi sifati jahr, harfimiz havosiz holatida talaffuz qilinadi va uchinchisi shidda, harfda keskin to'xtalish, ya'ni ab holatda keskin to'xtalish bo'ladi. Jahr va shidda sifatlari birlashadigan bo'lsa, o'z-o'zidan harflarimizda to'rtinchi sifat, ya'ni qalqala paydo bo'ladi. Qalqala bu harfni tebratish, unga ozgina keskinroq talaffuz berish hisoblanadi. Ya'ni ab, ib shaklida talaffuz qilinadi.